Qizlar, bu rangini qaranglar, chiroyligini. Zеленый rang, shunaqa необычный rang. Mana bu nimalari shunaqa ajoyib. Materiali zo'r qizlar. Qanaqa qilib tushuntirishni bilmayman, yumshoq, juda ham yaxshi materiali. Qirq sakkizdan 58gacha razmer. Образка. Model европейский chiqqan, zo'r chiqqan, скромно originalniy model. Ko'ringlar qizlar, вообще chiroyli chiqqan. O'zimga juda ham yoqdi. Shuning uchun от души maqtayapman. Originalniy chiqqan, qoliplari zo'r. Material bilinyaptimi, ko'rinyaptimi mana. Juda ham chiroyli qizlar, ko'rasizlar o'zlaring. Qizlar, qaranglar qanaqa chiroyli o'ynay oldik. Shunaqangi chiroyli, вообще прелесть, вечерний, нарядный o'ynay oldik. Materiali shunaqa yaxshi, yumshoq. Zolota blesklari bilan juda ham originalniy европейский model. O'zimga shunaqa yoqdi, вообще zo'r chiqqan. Materiali ajoyib qizlar. Qolipini qaranglar qanaqa zo'r. Ikkita rang bo'lib ketdi bu modelimiz. Hozir ikkinchi rangini ham ko'rsataman. Qizlar, lekin ajoyib chiqqan. Razmerlarimiz 48 dan 58 gacha. Xitoy fabrichniy mol qizlar. Просто прелесть, zo'r chiqqan. Originalniy, скромный ko'ylak, juda ham chiroyli. Mana bu гороховый ko'ylagimiz ham keldi. Qizlar, bu ham juda chiroyli chiqqan. Под Tursiya ishlangan. Ajoyib chiqqan. Qolip zo'r, bu ham bemalol 48 dan 58 razmergacha bu qizlar, 58, 56 largacha. Bu ham kokteylniy variant, bemalol kafe, to'y bo'ylagi kiysa bo'ladigan narsa. Mana bu joylarda полный ручная работа, mana bitta ishlangan. Qo'llarida ham qizlar mana. Ajoyib chiqqan. Mana bu ko'ylagimizni qora rangi garoshkani. Qizlar, bular под Tursiya ishlangan, juda ham chiroyli. Mana ручная работа, mana bu yer joylari. Ajoyib chiqqan. Kokteylniy variant. Bemalol to'y, kafe, mafiyalarga kiysa bo'ladigan narsa. Juda ham chiroyli chiqqan qizlar. Qolipimiz zo'r, Xitoy fabrichniy, 48 dan 58 gacha razmer. To'rtinchi rangimiz mana qora rang. Juda ham bogatый chiqqan qizlar. Qora rangimiz ajoyib chiqqan. Bu shifka toshlari yonib turibdi. Mana toshlari hammasi Swarovski tosh. Materiali juda ham yaxshi. 48 dan 60 gacha razmer. 52 ni kiyib turibman. Xitoy fabrichniy mol. Ajoyib chiqqan.
Qizlar уже zakaz olishni boshladim. Mana qizlar, bu 3-chi rangimiz choko цвет. Juda ham chiroyli chiqqan. Bogатый, juda ham bogатый vid. Mana qizlar. Inshaalloh juda ham yaxshi sotamiz. Chunki originalni chiqqan qizlar, qaranglar. Vышивкалari, toshlari yonib turibdi. Qolipimiz zo'r. Bemalol 60 gacha. Razmer bemalol, chunki mana obrazka 52 ham menga свободный zo'r turibdi. 2XL kiyganman. Modelimiz chiroyli. Yangi modelimiz keldi. Juda ham chiroyli ko'yna oldik. Xitoy fabrichniy, materiali ajoyib. 4 ta rang bo'lib keldi. Bemalol to'ylarga kiysa bo'ladigan narsa. Juda ham chiroyli ko'yna. Oldilari polni vышивка, toshlar bilan ishlangan. Modelimizning qolipi obrazka. Hech qayerga yopishmaydi. Razmerlari 48 dan 60 gacha. Juda ham chiroyli. 4 ta rang bo'lib kelgan. Hozir hammasini obzorini qilaman. Modelimiz ajoyib. Sifat zo'r. Sifatini qanaqa tushuntirishni bilmayman, lekin materiali juda ham zo'r. Yumshoq, juda ham yaxshi ishlangan. Modelimiz chiroyli chiqqan juda ham. Bemalol mana hozir 2XL kiyganman, 50 kiyganman. Qolipimiz juda ham chiroyli. Bemalol 60 gacha ketadi. Ajoyib chiqqan. Bilasizlar, balshmer qoliplarni chiqarish juda ham qiyin, lekin bizani likalamiz zo'r. Kim kiysa yarashib turadi. Mana bu 2-chi rangimiz. Hozir juda ham modada bu rang, hammaga yarashadi, rangi hammani ochadi. Terrakotovoy цвет, mana juda ham chiroyli. Bu yil trendda bu rang qizlar. Uzunliklari yaxshi, cho'ntaklari bor, razmerlari zo'r. Bemalol 60 gacha kiydiramiz. Inshaalloh modelimiz oson sotiladi, chunki kim kiysa yarashib turadigan narsa mana. Juda ham chiroyli model. Yangi modellarimizdan yana bitta model, juda ham chiroyli model. Shifon material. Qizlar, bu Turkiyaniki, juda ham chiroyli. Yenglariga ahamiyat beramiz. Rezinkada manjet fonarikli yengimiz. Oldilariga krujeva bilan ishlangan, belbog'lari yechiladigan va mana bunaqa yarusning yonlari ham krujevalar qilib ishlangan. Bo'ylari uzun, ro'sti baland qizlarimizga ham juda ham chiroyli turadi. Razmerlari 44, 46, 48, 50 turk razmerida, lekin meni eglimdagi bu 44 razmeri qizlar. Sal malamerkaroq, shunga qarab razmerlarni o'zingizlar aniqlashtirib olasizlar. Yangi modellarimizdan yana bitta model, juda ham chiroyli model. Shifon material. Qizlar, bu Turkiyaniki, juda ham chiroyli. Yenglariga ahamiyat beramiz. Rezinkada manjet fonarikli yengimiz. Oldilariga krujeva bilan ishlangan, belbog'lari yechiladigan va mana bunaqa yarusning yonlari ham krujevalar qilib ishlangan. Bo'ylari uzun, ro'sti baland qizlarimizga ham juda ham chiroyli turadi. Razmerlari 44, 46, 48, 50 turk razmerida, lekin meni eglimdagi bu 44 razmeri qizlar. Sal malamerkaroq, shunga qarab razmerlarni o'zingizlar aniqlashtirib olasizlar.